tunuka fonni bitta ko'ringlar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bu tunuka fon xizmatimizni Andijon viloyati Neftbromda xudo xolasa xonadon egasini talab va takliflariga binoan faqat oppoq rang tunuka ishlatib qilib bermoqdamiz. Xo'p, do'stlar, doim aytamiz, tunuka fonda ishlatilgan materialning kvadratiga pul olamiz, joyining kvadratiga emas. Buni aytishimizning sababi tunukani bukilishi, qarilishi, ustma-ust qatirilishini hisobiga joyingizning kvadratidan ko'proq tunuka ketadi. Sizlar ketgan tunukaning kvadratiga pul to'laysizlar. Bu xonadonimizni qadrdonlar atiga 150 ming so'mdan barcha xarajatlarni o'zimiz olib kelib, xonadon egasini hech qanday narsaga ovora qilmagan holatda choksiz ta'minlarni esa 1 metrini 70 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Xo'p, qadrdonlar, qalinligi 0.4 tunikadan foydalanyapmiz. Kimga mana shunaqa sifatli, chiroyli tunuka fon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu xonadonimizni ham xudo xolasa tez kunlarda yakunlab, xonadon egasiga topshiramiz. Do'stlar, o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada qoldirib ketinglar. Tunuka fon xizmatlarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Rahmat.